Alloh taolo ham Qur'oni Karimda astag'firullah va ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a va yaj'alallohu fihi khayran kaseera dedi Alloh taolo. Ya'ni ayollar bilan va ashiruhunna bil ma'ruf tinch totuv yashang deyapti Alloh taolo. Fa in karihtumuhunna agar ulardan bir yomon narsani ko'rsangiz, bir yomonlikni ko'rsangiz, bilingki balkim siz yomon ko'rgan narsada Alloh siz uchun ko'p yaxshiliklarni qilishi mumkin. Qani biz yomon degan narsa aslida biz uchun nima? Yaxshilik bo'lishi mumkin. Alloh taolo albatta bu narsani yaxshilik qiladi. Mana shuni tushunib yetishlik kerak. Xususan Abu Dardo radhiyallohu anhu buyuk sahobiy, eng taqvodor sahobiylardan, shu kishi ayollariga nasihat qilgan ekanlar. Qala Abu Dardo radhiyallohu anhu li zawjatihi idza ghadibtu faraddini. Ayollariga aytibdilarki, agar men g'azab qiladigan bo'lsam, sen meni rozi qilgin dedilar. Shu g'azabim chiqib turgan paytda meni rozi qilgin. Va idza ghadibti raddaytuki. Agar seni g'azabing chiqqan bo'lsa, men seni rozi qilaman dedilar. Va illa lam nastahib. Aks holda biz birga yashay olmaymiz dedilar. Mana qarang, chiroyli bir qoida. Sahobiyni bizga chiroyli bir o'gitlari. Ayollarga aytibdilar, meni g'azabim chiqqanda sen meni rozi qilgin, seni g'azabing chiqqanda men seni rozi qilaman. Ayol kishi ham kamchilikdan xoli emas azizlar. Uni tushunishimiz kerak. Ana shu ba'zi o'rinlarda demak erkak kishi ham rioya qilishligi kerak.